birinchi investitsiyani $80,000 olganman men. Kontaktimda 1200 ta odam bo'lardi-da. Har bayramda o'tirib 1200 ta odamga SMS jo'natib chiqardim. Biznesmen aqlli inson emas, aqlli insonlarni birlashtirgan inson. Tanish bilish bo'lmasa, hali qovoq sob, seryozni bashara bo'lib yuradigan bo'lsa, u foydasi yo'q. 6 oymi ichida meni pashti bir 70% biznesmen tanishlarim bilan o'zi tanish bo'ldi-da. Biznesda tanish bilishlar, networkingga o'rni qanaqa? O'zi hayotimiz davomida asosiy ish tanish bilishlar bilan bitadi. O'zimni hayotimda qayerda qanday qo'llaganman buni. Masalan, birinchi buni real investitsiya sifatida tushunib aql farosatim bilan olganman. Qayerdan olgansan desangiz, men haqiqatan o'qigan bitta kursdoshimiz bor edi. O'sha inson bilan birinchi uchrashganim o'zida akajon iltimos telefon raqamingizni bering deb olib, sirazi saqlanib qilib Telegramdan yozganman. O'sha har 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun yoki bir oyda bir yozishib turardik-da. Oradan 1 yil o'tgandan keyin kak tanish bilish bo'lib qoldik-da biz. Menga real yordam berdi, men $80,000 ola oldim bundan. Bu bir. Ikkinchisi, hayotim davomida hamisha harakat qilaman, qanaqangidir bayramlarda, prazniklarda barcha tanish bilishlarga SMS yozib o'tiraman. Oldin zavodda ishlagan paytim kontaktimda 1200 ta odam bo'lardi-da. Har bayramda o'tirib 1200 ta odamga SMS jo'natib chiqardim. Sabab o'sha odamlar bilan kontakt ushlab qolish uchun. Qancha tanish bilishimiz ko'p bo'lsa, shuncha foyda. Hozir ham ko'p joyga borsam, siraz tanishaman, telefon nomerini olaman, o'zimnikini beraman-da, hali ketmasdan turib, yonida turib so'shtini yozaman. Men palonchiman deb yozaman, saqlanib qilib qo'ying iltimos deyman. Bu menga nima beradi? Tanish bilish borgan sari ko'payadi. Uncha-muncha ishni bitirib yuboramiz. Soliqdan, prokuraturadan, hokimiyatdan, biznesdan, bozordan, hamma joydan tanish bilish bo'lishi kerak. Bitta qo'ng'iroq bilan ish bitib ketadi. Tanish bilish bo'lmasa, hali qovoq sob, seryozni bashara bo'lib yuradigan bo'lsa, u foydasi yo'q. Iloji boricha kulish kerak, ochilish kerak, ishni bitirish kerak. Hozirgi paytda hayotim davomida mana 10 tami, 12 davlatda men do'stim bor hozir. Mana qarang. Qozoq, Qirg'iz, Tojik, Rossiya, bu yoqda Singapur, Malayziya, Xitoy, Amerika, Turkiya, mana shu atrofdagi mana shu u yog'i mana Latviya, Litvagacha o'rtog'im bor. Hammasi tanish bilish orqasidan. Tanishaman, gaplashaman, sirazi Telegramdan yozaman, WhatsAppdan yozaman, gaplashib turamiz. Uji окружение-da bu. Hozir mana 12 davlatga borsam men kutib oladigan odam bor. 12 davlatda biznes qilmoqchi bo'lsam, bir og'iz aytsam ishim bitadi. Ya'ni networking bu nomeradim bu. O'zi biznesda eng muhim narsalar bor-da. Eng muhim narsalar bor. Bulardan birinchi o'rinda turadigan networking. Muomala madaniyati chiqish kerak, kelish kerak. Qolgani muhim emas. Sizda misol qanaqangidir marketing bilim bo'lmasligi mumkin, sotuv bilim bo'lmasligi mumkin yoki moliyani bilmasligingiz mumkin. Lekin realni networkingni bilsangiz, mana hamma biladigan odamlarni yig'a olasiz. Biznesmen aqlli inson emas, aqlli insonlarni birlashtirgan inson. Birlashtirish uchun muomala madaniyati, networking kerak. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman. O'zi kelib gapirsin, yo'q. Tur, ko'tar o'rningni, bor, tanish, gaplash. Uni kelishini kutib o'tirma. Demak, faqat tanish bilish orttiramiz, ko'proq gaplashamiz. Kontaktda joy ko'p, Telegram eligida, knishkada, telefonni kontaktida. Tiqib tashaver hammani. Israz yozib tash. Ahmadjon Qashqadaryodan falon qiladi. Toshmatjon Moskvadan piston qiladi. Bu narsa hamisha ishlab beradi. Yaqinda Moskvaga bordik. Tanish bilishimizni mana nechtasi keldi bizni ko'rgani. Bir qancha shaharlardan kelgan, Peterdan kelibdi, u nargi shaharlardan, chekkalardan kelib tanish bilishlar. Xursand bo'ldik, приятный bo'ldi bizga. Moskvadan chiqdik, mana kechqurun aylanga boramiz, 4 tasi kelib turibdi. Biz bilan yuring, biz olib borib qo'yamiz deb. Odamga приятный-da bu narsa. Ular kelsa biz shunda kutib olamiz. Shuning uchun networking bomba. Networkingga bor odam sirazi uchadi, tez uchadi. Mana men oddiy misol o'zimda. Men yordamchim bor. Yordamchim keldi-da 6 oymi ishladida. 6 oymi ichida meni pashti bir 70% biznesmen tanishlarim bilan o'zi tanish bo'ldi-da. Oyiga $1 million, $2 million obrot qiladiganlar bor.
yiliga $1,000,000 sof foyda qiladigan o'rtoqlarim bor. Hammasini meni pomoshligim biladi. Ular pomoshligimni biladi, meni pomoshligim ularni biladi. Navoda kelajakda men pomoshligim biznes boshlaganda shuncha tanish bilishi bor uje. Bitta qo'ng'iroq bilan shuncha odam bilan aloqa qila oladi. O'shaning uchun networking bomba. Hammaga tavsiya qilaman networkingni o'rganishini. Joningiz omon bo'lsin.